xonim dunyo ilm-fan tarixidagi bir o'chmas obida. U tunji qatim Nobel mukofotiga erishgan ayol olim. 2 qatim Nobel mukofotiga erishgan tunji olim. Shundaqla tarixdan buyon ximiya va fizikadan iborat o'xshamagan 2 muhim sohada bu mukofotga noil bo'lgan birdan-bir olimdir. U yana Parij dashosida professorlik taklif qilingan tunji ayol bo'lib, uning mo'jizalik hayoti nurg'un tunjilarning sohibidir. U yashagan 20-asrning beshidagi tarixiy orqa ko'rinish bo'libmi ayollarning jamiyat va ilm-fandagi o'rnini nazarga olsak, biz Kyori xonimning faqat bir aqlli ayol bo'lib qolmay, balki yana ruhiy jihatdan intayin kuchli va qaysar bir ayol ekanligini ko'rib olamiz. Birinchi dunyo urushi mezgilida u dunyodagi har bir inson umrida cho'qim muhtoj bo'ladigan bir muhim tibbiy texnika, ya'ni rentgen texnikasini ijod qilgan. Va oldingi safga o'zi otlanib, yordar jangchilarni davolashda ishlatib, insoniyatning sog'lomligi va meditsinaning taraqqiyoti uchun o'chmas tuhfa qo'shgan. Kyori xonim faqat bir munavvar olim bo'lish sifati bilan emas, yana bir ko'zga ko'ringan jamoat arbobi, kasbni chin dildan so'yguchi, o'z vatanini mangu asdan chiqarmagan o't yurak vatanparvar bo'lganlik uchunmi hurmatga erishgan. Kyori xonim Polshada tug'ilib, yoshlik davrida Fransiyaga ko'chib borgan va ilm-fanga ishtiyoq bog'lab Parij dashosiga o'qishga kirgan. U keyin bu maktabning professori bo'lib ishlagan va umrining oxirigacha Fransiyada yashagan. Shundaqdimi, u radiy va poloniydan iborat nihoyat qimmatli 2 xil radioaktivlik elementni bayqaganda, poloniy degan ismni dal ona vatani Polshaga atab, shundaq at qo'ygan. Kyori xonim 1921-yili shu vaqtdagi Amerika zo'ntungi Warren Harding tarafidan Oqsaroyga taklif qilingan va birinchi xonim tarafidan kasbda natija qozongan va yo'ldishni yaqindan qo'llagan ayollar ulgisi degan maqtashga sazovor bo'lgan. U Amerika va Fransiyaning do'stligi uchun zo'r hassa qo'shgan. U yana Yevropadagi ko'plagan davlatlarda leksiya berib, dunyoviy tanliq shaxsga aylangan. Mana 100 yillardan keyingi bugungi kundami butun dunyo Kyori xonimni yod etadi va uning nurani obrazi kishilar qalbida mangu yashamoqda. Kyori xonimning hayotida eng muhim yana bir nuqta shuki, uning oilasi bir Nobel mukofoti oilasi. Bu ajoyib oilada uning o'zi, yo'ldishi, qaynokasi, 2 qizi va bir kuyovli bo'lib, jami 6 odam 7 Nobel mukofoti olgan. Shunga Kyori xonimning va uning ota-onasining farzand tarbiyasimi 100 yillardan buyon dunyo ahlining diqqatini tortib kelmoqda.